Qor yog'ishini kuzatinglar, qanaqa go'zal. Yomg'ir yog'ishini bir eshitinglar, qanaqa go'zal. Gulni o'sib chiqib kelayotganini ko'ring, qanaqa go'zal. Kichkinagina jiji bolangizni, shu bir 3 oy, 4 oylik bo'lgan, 5 oylik bo'lgan bolangizni qarang, qanaqa go'zal. Quruq qaqshab yotgan yerga yomg'ir yoqqandan keyin ko'kat chiqqanini ko'ring, qanaqa go'zal. Chunki bu go'zal bo'lgan, al-jamil bo'lgan Alloh azza va jallaning fe'lidan edi. Qo'limizda yekkan olmamizni qaraylik. Biz qarab o'tirmaymiz, ha? Qach. Nima yeding? Qanaqa yeding? Olmani oling qo'lingizga. Shakliga qarab bir maza qiling. Ko'zingiz quvonsin. Hidlang, burningiz maza qilsin. Demak, olmani rangidan, hididan, shaklidan, ta'midan huzurlanayotgan paytimizda birodarlar, buni kim yaratdi, shuni bir o'ylab qo'yaylik. Ko'klamzorni qaraylik. Ko'm-ko'k maysa. Siz hech narsa qilmaysiz. Yomg'ir yog'adi, chiqadi. Qadriga yetmaymiz birodarlar. Samoda ko'kligiga, daryoda oqishiga, dengizda mavjlanishiga, kun bilan tun almashiga qaraylik birodarlar. Bularni kim yaratdi? Al-Jamil bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo.